Ona, Ha. kecha Rossiyada Qobiljonni so'yib, pichoq bilan o'ldirib ketdi. Ko'rdingizmi? Ko'rdim, rosa siqildim. Qobiljonning joyi jannatda bo'lsin. Muhammad payg'ambar babam kutib olsin. Xudoyo firdavs jannatlarda bo'lsin. Siqilib yuragim sochib dovlina chiqib ketdi. Qobiljonni nima unaqa qiladi? Farishtaday bolani nima unaqa qilar ekan? Bizlar tojik, o'zbek qonimiz bir. Qobiljon o'g'lim jannatlarda Xudoyim Allohimning jamolini birga ko'raylik. O'g'iljonim mening. Kasal bo'lib qoldim. Qobiljon o'g'lim ko'z oldimga kelaveradi. Oxirida so'ymashdan oldin dada deb baqirdi. Undan battar siqildim, undan battar yig'ildim. Allohim dada dedirdi-da, dadasi kutib oldi uni jannatda. O'sha uchun dada dedi. Qobiljon o'g'lim, men senga, meni ko'rib turibsan, senga firdavs jannatlarni tilayman.